Aqlliq bir badaviy o'g'il qizlari bilan birga yashaydi ekan. Ularning beqiyotgan tuga va qo'ylari bor bo'lib, ularni bo'ridan qo'g'daydigan iti bor ekan. Bir kuni atrofdagi ahmoqlardan biri kelib, bu shayxning qorovul itini o'ldirdi. Shunga bolalari uning qashig'i berib uningga "Bir itimizni o'ldirib yetibdi" dedi. U berib itni o'ldirgan qotilni o'ldiringlar dedi. Onun o'g'illari dadasining itning qotilini o'ldirish buyrug'ini ijro qilmasligini muzokara qilishdi. Ular dadasining qarib ketganligi va kallasida devonlik kasaliga giribtor bo'lganligini bahona qilishdi. Shunga ular qanday qilib itni deb odamni o'ldiramiz deganicha dadasining buyrug'iga sal qaraydi. 2 oydan ko'proq vaqt o'tgandan keyin o'g'rilar bu erning tuga va qo'ylarini hujum qilib haydab ketishdi. Buni dadasiga degan edi, dadasi ularga yanala berib itni o'ldirgan odamni o'ldiringlar dedi. Uning o'g'illari dadamiz elishib qopti. Biz uningga tuga va qo'ylarni o'g'rilar elib ketdi davasak, u yana it qotilini o'ldiringlar deydi, deyishib dadasining gapiga quloq solmabdi. Qisqa vaqtdan keyin yana boshqa bir qabila ularga hujum qilib, bu shayxning bir qizini elib qochishdi. Bolalar dadasidan qo'rqib, "Sanglarimiz tutqun qilindi, ular bizga hujum qilib, qabilamizga tahdid solayotdi" dedi. Dadasi ularga yanala "Kim itni o'ldirgan bo'lsa, shuni o'ldiringlar" dedi. Shuning bilan bolalar bu dadasining so'zi to'g'risida qaytadan o'ylanib o'ldirishdi. Ular "U saran bo'lib qoldimi yoki sehrlandimi?" deb gumonlanayotdi. Shunda cho'ng o'g'il o'rnidan turib, "Men dadamga itoat qilaman. Nima ish yuz berganligini ko'rib boqayli" dedi-da, u o'rnidan turib qilichini va uni qo'llaydigan qarindoshlarini olib, itning qotilining yoniga berib uningga "Sen bizning itimizni o'ldirding. Dadam meni qotilni o'ldirishga buyurdi" dedi-da, qilich bilan uning beshini tenidan judo qildi. U it qotilining o'ldirilganligi xabari tezli tarqaldi va hammaning og'zida aylanib yurdi. O'g'rilar agar ular bir itning qotilini o'ldirgan bo'lsa, biz tuga va qo'ylarni o'g'irlaganga bizga nimalarni qilib yetar deb qo'rqinishga tushdi va kechining qorong'uliqlarida yoshirinch kelib tuga va qo'ylarni u kishining o'tloqlariga qaytarib berdi. It qotilining o'lim xabarini anglagan haliqi qabila bir it uchun o'ldirilsa, biz ularning qizini tutib olgandan keyin ular bizni bosh qo'yudarmi deb vahimaga tushdi. Shuning bilan ular qizni qaytarib berib, u badaviyning ma'qulligidan keyin uni o'z qabila shayxining o'g'liga nikohlab qo'yishdi. Shunda u badaviyning o'g'illari dadasi oldida tizilanib o'ldirib, dadasining aql parastiga qoyilligini va uninga itoat qilmay xatolashganligini bildirishdi. Ibrat shuki, ba'zi huquqingizning daxl tarzga uchrashiga ko'z yumsangiz, boshqalar sizni ko'p kunduzi bo'lon-talon qilishga, xotin qizlaringizni dafsanda qilishga jur'at qiladi. Bu ularning jasoratidan emas, balki sizning aqlli huquqingizdan voz kechishingiz va sukutingizdandir. Undaqda Xitoy tajovuzchilariga qachongacha sukut qilasiz? Bilingki, sizning sukutingiz tajovuzchi Xitoyni texmi azvaylashga undamoqda. Uyg'urchilashtiruvchi Abduvali Adam.